Yo, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Majina ko'p. Bugungi videoda biz Minecraft lekin jitil epik narsalar sotasi videosini olamiz. Jonimga e'tibor bermaysizlar, ya'ni shu jonlarimga o'zi qandaydir g'alati ekan. Xo'p, bu yoqda nima bor? Ozgina kuchayish uchun biror nima olsak yaxshi bo'ladi. Biz daraxt chopib olamiz. 2-3 ta. Lapata kirka uchun kerak bo'lib qolsa agar mabodo. Hop, bizada versak va anaqa uchun taxtalar yetadi ekan. Endi biz hozir versakni birorta joyga qo'yishimiz kerak hozir. Qayerga qo'ysak bo'ladi? Jitillar kerak bizga. Golem bor ekan, golemni uramizmi? Da, golemni uramiz. Tapor bilan kirka yasaylik. Ozgina loy olsak. Hop, loy ham tayyor bo'ldi. Endi biz ana golemni o'ldiramiz. O'lib qoldi bittaga. To'xta jitil, hop, loyga shuncha narsa berar ekan. Yo, shuncha narsalar bor ekan. TNT shunaqa va bunaqa. Voy, shuncha narsa. Yo, hamma narsani bitta. Yo, hamma narsani bittada o'ldiryapti. Biz Ender Dragon'ni ham bemalol o'ldiramiz-ku. Hop. 16 temirimiz bor ekan. Hop, bu yoqda kravat ham bor ekan. Kravatni ham olamiz. Ender Dragon o'ldirish uchun juda ham oz qotadi. Ender Dragon oldiga borish uchun bizga ko'proq jitil kerak. Jitillar ashramonda ekan. Va biz o'sha tomonga otlanamiz. Hop, ana jitilga borib ko'ramiz birinchi. Bu ham narsa sotadimi? Sotmasgan. Mayli, xichov kravatlarni qo'yamiz. Buni sotadimi? Yo, bu hozirgi ekan. Bu uyda ham hech nima yo'qmi? Yo'q, bu yoqda ham hech nima yo'q ekan. Mana shu narsa kerak bo'lib qolishi mumkin bizga. Ish qilib beradimi? Ha, berar ekan. Hop, bu sotar ekan. Izomrudga hozir. Biz ko'proq loya bo'laylik. Hop, mana bizda ham 8 ta loy bo'libdi. Endi ana jitil qani endi? Bu yoqqa. Xo'p, bizda shuncha narsalar olmay kerak emas. Bu qormi nima? Qor blok ekan, bizga undan kerak emas. 2 stak olamiz bundan, 50 litr olamiz. 2 ta nima qilaman? Hop, boshqa narsa yo'q, slime. Mana 1 stak olamiz. Hop, endi biz hozir nima olishimiz mumkin boshqa? Boshqa jitil topishimiz kerak yana. Ko'mir bor ekan, fakil uchun kerak bo'ladi. Ovqatlanish uchun non ham olamiz, kartochka qolaversin. Bu kerak emas. Qor bloklar bizga va fakil uchun buni olamiz. Xo'p. Mana bu jitil hozirgi edi. Boshqa jitillar topishimiz kerak. Jitillar qayoqqa ketdi-gina? Mana shu narsa sotar ekan. Shu almas blok sotar ekan do'stlar. Almas blok olamiz ko'pgina. Shu bu yoqda mana narsalar ham sotar ekan. To'xta. Qayoqqa shoshilyapti bular? Mana nihoyat buni topdim uyda ekan. Endi biz bunga bularni hammasini olib 23 ta nimaga berar endi? Bunday qilib. Endi biz buni versaga kirib maydalab.
Endi buni yana kirib, endi buni sotib olamiz. Buni sotib olsak bo'lmas ekan. Ketmon kerak emas bizga. Almas blok olamiz ozgina. Menimcha shu yetadi. Sandiqda temir bor ekan, temir kerak bo'lib qoladi. Va bularni olamiz. Chiyib ketganim meni. Bu ikkalasini kamida bittasi sotaman, to'xtasak sotasan birorni. Ha, bu haligiydi. Nargis qani? Qayoqqa ketyapti ular? Hop. Bu qayoqqa ketyapti bu? To'xta. Qo'shni sotmasa ekan. Ender Dragon'ni oldiga boraveramiz, lekin jitil kerak-da bizga. Jitilsiz biz qanday qilib hozir Ender portalini olishimiz mumkin. Bu sotadimi bu? Oltin olma sotar ekan. Ko'proq narsa sotib olsak. Bir stak bor ekan, mana bunaqasidan. Bosh kiyim olamiz, keyin buni olsak 34 ta ekan, yetmaydi ekan. Bu nima sotadi bu ham shu narsadan. Bu-chi. Ha, bu haligi ekan. Sen nima sotasan? Buni ham ko'rdik. Hozir biz bitta versiya yasaymiz va kuchayishimiz uchun juda ham narsalar kerak bo'lyapti versak. Birovlar buni maydalaymiz va 72 ta bo'lar ekan. Hop. Bizga hozir nima kerak? Bosh kiyim bor, ishton bilan bitta bu kerak. Keyin bizga hozir cho'p kerak bo'ladi. Bitta sandiq yasa olamiz, keyin cho'p yasasak. Bitta qilich. Taborga yetmadi cho'pimiz. Narsamiz to'lib qolibdi. Bu kerak emas. O'rniga buni olib, tapor. Bu kerak emas. Bu kerak emas. Va kerk olamiz. Qaysi narsani o'rniga olsak bo'ladi? Narsalarimizdan to'lib ketibdi. Ularni kiyib olmasak bo'lmaydi. Bu tursin. Endi kirk olamiz va lapat olamiz. Kirkamiz ham, taporimiz ham, lapatamiz ham bo'ldi. Endi sandiq kerak bizga. Sandig'imiz qani bizni? Sandiq yo'q. Mayli, sandiqsiz ham eplaymiz, bir nimalar qilamiz. Ko'proq shu nimaga o'ylasak. Menimcha yetadi shuncha loyimiz. Sen nima sotasan, to'xta. Yo'qmi? Menimcha bu boshqa narsa olishimizning imkoniyati menimcha yo'q. Jitil uxlayapti ekan, turchi, sen nima sotasan, bilib olay. Yo'q, hammasi nima qilgan ekan u. Ender Dragonga mayli kreativ olamiz endi. Hammaga mana biz hammaga birinchi qism, ikkinchi qism qilaman demoqchi edim. Yo'q, unday qilmay qo'yaraman va men mana kerakli narsalarni tashlab yubordim va kerakli narsani olib qoldim. Endi biz hozir bu yoqqa portal quramiz. 1 2 3. Aytgancha bu shader meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim esa Telegram kanalim esa kanalimni opsiyasida qo'yib qo'yishga harakat qilaman. Sizlar ko'proq like bosib videoga like bosganlarga obuna bo'lsalaring, men shuni tashlab qo'yaman va bo'lmasam biz hozir
endga otlanamiz, uning uchun bizga anaqa kerak. Sen sotarmiding? To'xta. Mana hozir buni ham oldim. Endi qo'yib chiqsak va Ender Dragonning oldiga boramiz. Ularni qo'yib chiqib Ender Dragonning oldiga otlanamiz. Sizlarning oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bo'lmasam biz ketdik. Hop, mana Ender Dragon oldiga ham kelib oldik. Endi biz bu yoqdan Ender Dragonni oqtarib, uni o'ldirishga harakat qilamiz. To'g'ri o'ldiramiz desam ham bo'ladi. Hop, endi Ender Dragon qaysi tomondaligini bilsak bo'ldi. Shuni bunday qilsam bo'lmaydimi? Buni buzib olib, bunday qo'ysam. Mana Ender Dragon menimcha shu tomonda deb o'ylayman. Nihoyat men Ender Dragonni topdim va endi men Ender Dragonni o'ldiraman. Bizga bular kerak emas, olib qo'yamiz. Bu blok bilan bu blok kerak bo'lib qoladi, TNT ham. Chunki nima desam bo'ladi ekan. Buni o'rniga buni kiyib olaylik. Chunki tepaga chiqib nima qilgani kerak bo'ladi. Ender Dragonni zabt etamiz. Hop, obunachilar, Ender Dragonni anaqalarini sindirib chiqamiz. Go bo'lmasam. Yo, tegmayapti. Shu menga nega deyapsan? Yo, bir urushda o'ldirib qo'ydik obunachilar, bir urushda. Shuni vaqtliroq qilsam bo'lmasmidi? Yo, obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r mod ekan. Men bu modni sizlarga tashlab qo'yaman, ya'ni Telegram kanalimga. Agarda men 100 ta obunachi bo'lsam, darajani qaranglar, obunachilar. Yo'ma, 68-daraja va bizda ke. Bunu qaranglar. Zo'r ish qilaman-da, qaranglar. Men ko'zimga qaragan qo'rqadi. Xullas, ko'ryapsizlarmi? Sen qara. Ko'ryapsizlarmi? Bular qarab mendan qo'rqishadi. Agarda shunday qilsak. Wow. Endi biz ona joyga boramizmi? Ketdik, yaxshi joyga boramiz, obunachilar. O'tib ketdi. Ketdik, yaxshi tomonga boramiz. Bizga shular kerak bo'ladi. Hop, obunachilar, sizlarga videolar yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'linglar. Biz hozir ana bu tomonga boramiz. Teparoqqa chiqishimiz kerak. Davay shuni kreativda qilaylik, men o'zimga ishonmayman-da. Yana xafa bo'lmanglar-ku. Ana spam bo'ldik. Endi biz bu tomonlarni ko'rib chiqamiz. Yo, juda ham zo'rda bu tomonlar, menga yoqadi. Oho. Hop. Yaxki, zo'rinki. Ender Dragon o'zi shundoqqina qilich aslahalarsiz borsa ham bo'lardi ekan. Zo'ring bormi? Ender Dragon tugul endermenlar ham hatto meni qo'rqadi. 14 ta shunaqamiz bo'ldi. Endigina 5-6 ta anaqa endermen o'ldirgandim. Yo, zo'r chiqdi. Obunachilar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, obuna bo'linglar, videoga like bosinglar.
Hop, biz hozir o'zimizni o'ldirishga harakat qilamiz. Qani biz o'zimiz o'larkanmizmikan, shuni tekshiramiz. Hozir tepaga chiqib olaylik. O'zim men nega ko'ylaganimni o'zim ham bilmayman. Hop, tepaga va tepaga chiqib bo'lib, ana chuqurga o'zimizni tashlaymiz. O'lamizmi, o'lmaymizmi bilamiz. Jon ketar ekan. Hop. Sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'ling. Hozir tatimimiz ishlab ketadi. Yo-mayo, juda ham zo'r ekan, lekin shu mod menga yoqdi. 68-daraja bo'ldik. Va tatim ishladimi? Yo'q, bir yo'la o'lib keta qoldik. Endi spam bo'lsak, biz shunday joyda spam bo'lamiz. Obunachilar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men Zinok bo'ldim. Barchaga yoqimli tomosha tilab qolaman. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men Zinok. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Ikkinchi qismi emas, yana shunaqa videolar xohlasalaring, men o'zim ukam bilan shunaqa video chiqaramiz. Xuddi shuni faqat ukam bilan. Hammaga xayr.